Hammaga assalomu alaykum hurmatli soqqa-xabchilar. Bugun biz yana binariumdamiz va bu videoni umuman olganda man qilmoqchiman. Ne только strategiya o'rgatish uchun va yana mindsetni, psixologiyani to'g'rilash uchun insightlar berib boraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, foydali bo'ladi. Xullas, hozir sizlarga sodda umuman olganda grafikani holati haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bizda hozir uptrend, umumiy uptrend va mana bu yerda xo'sh tepalarga сделка ochib tashladim. Ko'rib turibsizlar va yana plus kuchli support zona bor bu yerda va order block ham qo'yilgan tepaga. Xo'sh. Davay buni 200 qilib qo'yamiz har ehtimoliga qarshi. Va yana bitta. Bo'ldi, yaxshi. Pastga ham qarashingiz mumkin. Instagram bizda yashil shamchilar yoniq kelyapti va bu degani dalshi trend tepaga qarab harakat qiladi. Bo't ko'ryapsizlar? Yashil. Demak, birinchi сделка minus yopildi. Xo'p, bugungi mavzu ham aynan shunga bog'liq. Hamma ham minus qiladi, hamma ham yutqizadi va bu tabiiy holat. Va mana qanday qilib kuchliroq bo'lib qaytish kerak. Tradingda pulini yo'qotganlar uchun motivatsiya. Agar sen shu gaplarimni eshitayotgan bo'lsang, demak bir paytlar yutqizgansan, minus qilgansan. Bu normal holat. Bu normal holat, eshitdingmi? Вообще normal. Bu yerda uyaladigan narsa yo'q. Lekin bittagina uyaladigan narsa bu. Bu yiqilganda joyda qolib ketish, ya'ni taslim bo'lish. Bugun men senga qanday qayta turishni va yanada kuchliroq bo'lishni o'rgataman. Eslab qol, yutqazish bu hukm emas, bu shunchaki saboq. Xo'sh, demak ketdik. Birinchi o'ylab ko'rishing kerak bo'lgan narsa, yo'qotish bu o'yinning bir qismi. Muvaffaqiyatsizlik bu sinov. Agar sen g'olib bo'lishni istasang, bu sinovdan o'tishing kerak. Nolima, shikoyat qilma, o'zingga achinish yo'q. O'zingdan so'ra. Qayerda xato qildim? Nimani hisobga olmadim? Qayerda zaiflik ko'rsatdim? Javoblarni qidir. Javoblardan qochma, javoblarni qidir, ularga qarab intil, chunki zaiflar aybdor qidiradi. Zaif odam yutqizganda yoki zarar ko'rganda aybdor qidiradi. Lekin kuchlilar esa sabab topadi va to'g'rilaydi. Sen aynan mana shu kuchlilar qatorida bo'lishing kerak, zaiflarni emas. Tradingda minus qilding, xo'sh nima qilibdi? Hamma ham minus qilgan. Hamma ham birinchi depozitni sliv qilgan ko'p kishi ahvolda. Men taniydigan treyderlardan ko'psi. Bu sanam qilishing mumkin, bu tabiiy holat. Bu shunchaki o'rganishning bir qismi. Bu o'rganishning bir qismi. Har qanaqa oddiy real biznesda ham biznes boshlaganingda daromad, o'sha investitsiya qilib, sirazi daromad kelmaydi, balki qanchadir pulingni yo'qotarsan, minusga kirarsan. Bu tabiiy holat, har doim. Go'zallik qurbonlik talab qiladi degan gap bor-ku, o't mana shu narsa bizga ham to'g'ri keladi. Boshida minuslar bo'lishi mumkin. No sen hali novichoksan, bu narsa normal holat. Sekin-sekin, asta-sekin o'rganishni boshlaysan, bozorni kuzatasan. Minus qilganingni sababini topasan, plus qilasan, uni ham sababini topasan. Ana undan keyin o'tirib tahlil qilasan va fikrlashingni o'zgartirasan. Aynan shu narsa seni mukammal, seni kuchli treyder qiladi. Bo'ldi. Ana endi keyingi qadam. Bu emotsiyalarga yo'q bo'lish. Yutqazdingmi? Kompyuterni yop, telefoningni yop. Bozordan qasos olish uchun emas, strategiya bilan harakat qil. O'ch olish bu ahmoqlarning ishi. Sen bu yerda xafalik qilish uchun emas, natija uchunsan. Sen minus qilib, jahling chiqib, bu narsani devorga otib yorib, endi hozir yana qaytib kirib, hammasini yorib yoraman, hozir bularga ko'rsatib qo'yaman, yo'q, unaqa kerak emas, unaqa qila olmaysan. Men senga aytayapman, unaqa qila olmaysan. Daji bu narsani sendan kattalar ham qila olmagan. No to'g'risi. Fakt shu, sen minus qilganingda, seni mindseting juda buzilgan bo'ladi. Bu yoqda qilishing mumkin bo'lgan eng zo'r ish bu shunchaki orqaga chekinish. Orqaga chekinish bo'ldi. Yani shunchaki kompyuteringni yop, telefoningni yop, toza havoga chiq, bir stakan kofe ich, sal bunday o'zingga kelib ol. Qanchadir vaqt o'tsin, ana undan keyin o'zingga kelganingdan keyin o'tirda qilgan xatolaringni analiz qil. Qilgan xatolaringni analiz qil. Bu juda ham muhim narsa. Nimaga minus qilding? Nimaga asoslanib bu bitimni ochding? Qayerda xato qilding? Qaysi indikator parod qildi? Yoki hissiyotga asoslanib ochdingmi? Yoki balki noto'g'ri strategiya qo'llagandirsan? O'tirib analiz qil, o'yla. Keyin ana uni keyingi safar ishlatayotganingda bu narsani qilmasdan, to'g'ri xatolaringni qilmasdan va to'g'ri qilgan ishlaringni qilib, hammasini amalga oshirasan. Va undan keyin seni rezultating aniq o'zgaradi.
Muvaffaqiyatli treyder ham yutqizadi. Farqi faqat bitta. Ular mag'lubiyatni yashirmaydi, balki o'sha mag'lubiyatdan kuch topadi va yanada kuchliroq bo'lib qaytib keladi. Telegram kanalimda aytdim, o'zim ham yaqinda katta minus qildim. Bu tabiiy holat. Uje minus qoplandi. Tabiiy holat. Hammada bo'ladi. Hattoki eng o'sha manaman degan treyderlar ham minus qiladi. Bu tabiiy holat. Haliki endi boshlayotgan odamlar. Bu shunchaki umumiy jarayonning bir qismi. Ana endi 3-chi muhim narsa reja tuz. Agar senda reja bo'lmasa, bozor seni yutib yuboradi. Eng asosiy qilishing kerak bo'lgan, tuzishing kerak bo'lgan rejalar quyidagilar. Bir kunda qancha yo'qotish mumkinligini belgilab ol, ya'ni stop loss. Binariumda stop loss ya'ni qanaqa ishlaydi? Bir kunda masalan qancha depozitingiz bor? Deylik hozir bizda $20,000, to'g'rimi? Men shu $20,000 deylik o'rtacha bir kun kompyuterimni ochdim, o'tirdim va 20% dan ziyod pulini yo'qotsam savdoni to'xtataman. Bo'ldi. Bu degani 20% qancha? $4,000. $16,000 ga tushib qo'ydimmi? Yoki masalan, endi men taxmin aytayapman. Shunchaki 20% o'zi odatda 20% dan ko'p bo'ladi stop loss. Masalan, $500 hisobingiz bor va bu hisobingizda aytishingiz mumkin. Deylik, tam 3dan 1 qismini agar yo'qotsam, bo'ldi, to'xtataman. Ya'ni $500 ning 3dan 1 qismini уже minus qildingizmi? Все, to'xtating. O'zingizga mos aniq bitta reja tuzib oling, shunaqa stop loss qo'yingki, u hamma uchun har xil bo'lishi mumkin. Hamma har xil risk qabul qila oladi. Shuning uchun stop lossni qo'yish juda ham muhim. Mana shuncha minus bo'lsa bo'ldi, to'xtating, savdo qilmang. Savdo qilmang, ertaga vaqt bor, ertaga qilasiz. Bo'ldi, bugunga yetadi. Minuslar. Bozor sizlarga yana imkoniyat beradi. Bozor sizlarga yana imkoniyat beradi, bolalar. Esingizdan chiqmasin, bozor sizlarga yana imkoniyat beradi. Bu sizlar ko'rayotgan trend, sizlar ko'rayotgan imkoniyat yana bo'ladi hali. FOMOga berilmanglar, shoshilmanglar, hammasi joyida. Va ikkinchisi, xuddi hali boyagini teskarisi. Foydani ham limitini belgilab ol. Ya'ni qancha plyus qilsam, qancha pul ishlasam bo'ldi, to'xtayman. Ya'ni masalan, boyagida $500 depozitinglar bor va aytishinglar mumkin, tam 20% ga oshiraman, bo'ldi, yetadi menga. 20% qancha? $100 mi? Bo'ldi, $100. O'sha $500 shotni $600 qilasizlar, ya'ni $100 foydada yopasizlar, bo'ldi. Boshqa trade qilmanglar. Aytishinglar mumkin, "O, yana ozgina ishlasam ko'proq pul topaman." Yo'q, topmaysan. Yo'qotasan, naborot. Foydani belgilab ol, bir kunda mana shu masalan, umumiy depozitni 20% ga ko'paytirishni maqsad qil, bo'ldi, ko'paytir, bo'ldi. Молодец, zo'r, eplading bugunga. Plan bajarildi. Bo'ldi, boshqa ishingni qil, trenirovkangni qil, boshqa qil. Yetadi. Tushunyapsizlarmi? Eng muhim narsa mana shu. Nafsni jilovlaysizlar shu bilan. Uchinchisi, qachon to'xtash kerakligini bilib tur. Eng katta xato to'xtamay savdo qilish. Sen tanka emassan. Sen strategiya bilan ishlayotgan treydersan. Agar bugun o'xshamasa, shunchaki chiqib ket. Ertaga yangi kun keladi. Va undan tashqari, yutqazdim deb o'ylashni to'xtat. O'rgandim deb o'ylashni boshla. Har bir minus bu tajriba, har bir minus seni kuchli qiladigan zarba. Har bir minus bu bronya yasaydi. Ya'ni boksda ham yoki boshqa sport o'yinlarida ham zarba yegan, utar yegan, qanaqadir og'ir his qilgan jangchilar yanada kuchliroq bo'lib qaytib keladi. Tradingda ham xuddi shunaqa. Minus qilasan, yo'qotasan, bu normal holat. Sen kuchliroq bo'lib qaytib kelyapsan. Qancha ko'p sinish boshdan kechirsang, shunchalik kuchliroq bo'lasan. Agar qayta tura olsang, lekin yutqizsang, "Yo'q, men taslim bo'ldim" deb yig'lab o'tirsang, bo'ldi, senga hech kim e'tibor ham qilmaydi. Xuddi shu minusingda qolib ketaversan. Lekin minus qilgandan keyin taslim bo'lmasdan, o'zida kuch topa olgan, o'zini fikrlashni o'zgartira olgan odam qaytib kela oladi. Qaytib tura oladi va yana kuchliroq bo'la oladi. Va shu bilan eng oxirgi narsa, taslim bo'lma. Har bir erkakning hayotida shunday payt keladi. U taslim bo'lishni xohlaydi, lekin yana bitta qadam qo'yadi. Bitta qadam qo'yadi. Bor kuchini yig'adi, bor jasoratini yig'adi va bitta qadam qo'yadi va g'olib bo'ladi. Sen uchun ham bugun shunaqa kun. Bugun shunaqa kun bo'lsin. Qayta tur, oynaga qara va o'zingga ayt: "Men mag'lub bo'lmayman. Men oxirigacha kurashaman." Va bo'ldi. Mana shu gapingga amal qil. Marra seniki.
Og'ayni, trading unchalik murakkab emas. Shunchaki o'zingni yenga olsang, o'zing bilan kurasha olsang bo'ldi. Nafsingni jilovlay olsang, emotsiyangni jilovlay olsang, все, hammasiga erishasan. Вот. Umid qilamanki, bugungi aytayotgan gaplarim foydali bo'ldi. Va taslim bo'lishga shoshilmanglar. Bitta gap bilan shu narsani aytaman, taslim bo'lishga shoshilmanglar. Sizlar taslim bo'lish uchun kelmadinglar. Sizlar tradingni boshlaydinglar, demak bunda ham bir hikmat bor. Sizlarni prosta taslim bo'lib qo'ymasliginglar kerak. Erishasizlar albatta hammasiga. Shunchaki o'zingizlarga ishoninglar va все. Demak, ko'rib turibsizlar bizada $3,500 сделка hozir plyusda yopilyapti. Martingale har doimgidek ishlatamiz. Bu iloji boricha motivatsionniy hamda mindsetni, psixologiyani to'g'rilash uchun qilingan video edi. Foydali bo'ldi deb umid qilaman. Like, kommentariy har doimgidek kutib qolaman. Web kanalimizga qo'shilinglar, tekin-sekin albatta beriladi. Yanada ko'proq darsliklar uchun Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Xo'sh. Demak, istoriyamiz ajoyib, juda go'zal. Hammaga rahmat bolalar. Omadinglarni bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.